Malayziyadagi bir necha islomiy tashkilot ochiq xat e'lon qilib, maxsus Uyg'ur davosiga yordam beradigan bir munbar qurganligini jakarlagan. Tayvandan chiqadigan Bo'g'iz vaqti gazetining 1-yanvardagi xabariga qaraganda, irqiy qirg'inchilikqa qarshi Uyg'ur munbari nomli bu munbarning asosli maqsadi Xitoyning bostirishiga uchrayotgan Uyg'ur jamoatining qiyinchiligiga diqqatni markazlashtirish ekan. Uyg'ur xat Malayziya Islom tashkilotlari maslahat kengashining prezidenti Mohid Izami Abdulhamid va Osiyo ulamolar majlisining bosh kotibi Abdulg'ani Samsudin qatorliqlarning imzosida e'lon qilingan. Ochiq xatda mundaq deyilgan: Gerçi Xitoy Uyg'urlarning nohaq muomalalarga uchirganligini izchil rad qilib kelgan bo'lsa-mu, bizning maydonimiz dunyo jamoatchiligining Uyg'ur masalasida sukutda turmaydiganligini namoyon qiladi. Ochiq xatda musulmon ellari va dunyo jamoati Uyg'ur masalasini hal qilish maydonida chang turishga hamda Uyg'urlarning insoniy qadr-qimmatini Xitoydan keladigan iqtisodiy naflarga tegishmaslikka chaqirilgan. Türkiye Gelecek Partisi İstanbul'daki Xitoy bosh konsulxonasi oldida 16 kundan buyon faoliyat qilayotgan Uyg'urlarni ziyorat qilib, ularni qo'llaydiganligini bildirdi. Bir necha haftadan buyon Xitoyning İstanbul'daki konsulxonasi oldida g'oyib urug' tuqqanlarining izda erkin qilayotgan Uyg'urlar hozirgacha hech qanday javobga erisholmadi. Bir turkum Uyg'ur yosh 2 haftadan buyon konsulxona oldida yig'ilib, Xitoy doiralaridan jazo lagerlarida qamalgan oilasi va yaqinlarining qo'yib berilishini talab qilayotgan edi. Gelecek Partisining ommaviy munosabatlarga mas'ul muavin raisi Selçuk Özdağ Efendi boshchiligida muavin raislar va ommaviy tashkilotlarning mas'ullaridan tarkib topgan vakillar umiki 5-yanvar Xitoy konsulxonasi oldida Uyg'urlarni ziyorat qildi. Sharqi Turkistondagi zulmlardan va Uyg'urlarning ahvolidan xabardor ekanligini aytgan Özdağ Efendi, partiya raisi va sobiq bosh ministri Ahmad Davutoğlu'ning salomini yetkazish bilan birga o'zlarining har vaqt Uyg'urlarni qo'llaydiganligini bildirdi. U yana Uyg'urlarni andishiga selayotgan Xitoy Turkiya o'tkazib berish kelishimiga norozilik bildirib mundaq dedi: Turkiya Cumhuriyeti hukumati Xitoy bilan qaytarib berish kelishimini tuzmoqchi. Davlatlar orasida bu xil kelishimlarni tuzishga bo'ladiganligi rost, ammo Xitoy oldi bilan demokratik davlat bo'lishi kerak. Xitoy oldi bilan ochiq bo'lishi kerak. Xitoy oldi bilan kishilik huquqqa hurmat qilishi va eshigini ichishi kerak. Dünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktori Tedros Adhanom Ghebreyesus Xitoy doiralarining Wuhan virusining kelib chiqishini tekshiradigan xalqaro mutaxassislar guruhining Xitoyga kirish ijozatnomining texi to'liqlanmaganligini aytib, texi ularni qabul qilinmaganligini e'lon qildi. Dünya Səhiyyə Təşkilatı başçılığında xalqaro mutaxassislar guruhi bu hafta Wuhan virusi paydo bo'lgan Wuhanga berishi planlangan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy bu guruhining Xitoyga kirishi uchun kerakli ijozatlarni texi tamomlamagan. Bu ömek asl tönögün Wuhan'da buluş gerek idi. Yana bir tarafdan Amerika prezidenti Donald Trump Xitoyni Wuhan virusi yuqumini dunyoga kechikib ma'lum qildi va har fursatda bu yuqumni yapmoqchi bo'ldi deb ayblab keldi. Xitoydagi 4 cho'ng davlat kontrolligidagi mulk boshqarish shirkatining biri bo'lgan Huarong mulk boshqarish shirkatining sobiq bosh direktori Lei Xiaoming sheriklik sababidan o'lim jazosiga hukm qilingan. Tianjin sud mahkamasining bildirishicha, Lei 2008-yildan 2018-yilgacha Huarongning bosh direktori va bank nazoratchilik hay'atining yuqori darajalik amaldori bo'lgan mezgilda jami 1 milliard 790 million yuan para olgan yoki olmoqchi bo'lgan. Bu Xitoydagi eng chong cheriklik delolarining biri bo'lib, Lei 2018-yili Xitoy Kompartiyasidan qo'llangan. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Newsweek gazetida yozgan maqolasida Xitoyning yadro qurollarining iqtidor qurilish faoliyatida ochiq-oshkora bo'lishga chaqirdi. Pompeo Amerikaning so'g'uq munosabatlar urushi mezgilida Sovet ittifoqi bilan qurol-yarog' kontrol qilish kelishimining xatarlik o'qishmasligining oldini olib, ikki davlatning davlat bexatarlik manfaati uchun xizmat qiladiganligini ko'rsatib mundaq dedi: Bugun Xitoy dunyodagi taraqqiyoti eng tez bo'lgan yadro qurollari zapasiga qarata ochiq-oshkora bo'lishga yo'l qo'ymaydi. Pompeo Xitoyning navbatda qanchalik yadro quroli borligini va bulardan qanchaligini yana taraqqiy qildirishni o'ylayotganligini e'lon qilishni rad qilganligini ta'kidlab, Xitoy bu masalada Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bexatarlik kengashining 5 doimiy a'zosi ichida eng ochiq bo'lmagan bir davlat dedi.